faoliyatimizni davom ettirmoqdamiz va bolalar bilan tizimli ishga ishonch bilan qaytmoqdamiz. Bugun markazimizning rivojlanishining yangi bosqichiga chiqmoqda. Biz to'plagan tajribani saqlab qolgan holda ishimiz sifatli va qo'llanmali, sezilarli darajada oshirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ymoqdamiz. Darhaqiqat, avval e'lon qilingan post jamoatchilikda katta aks sado berdi. Biz jamiyatning bolalarga farovonligiga bo'lgan e'tiborni hurmat qilamiz va shu bilan birga bugun alohida taqiqlash joiz. Biz o'z faoliyatimizni shtat rejimida davom ettirmoqdamiz. Yaqin istiqbolda biz dasturlarni kengaytirish, amaliyotlarni masshtablashtirish va yangi ta'lim tashabbuslarini yo'lga qo'yishni rejalashtiryapmiz. Jumladan mutaxassislar va psixologlarni o'qitishni ham. Buning uchun bizda barcha zarur shart-sharoitlar mavjud. Bizning asosiy maqsadimiz o'zgarishsiz qoladi. Bolalar uchun xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish, ularga qiyinchiliklarni yengib o'tishda yordam berish va o'z salohiyatlarini ochishga ko'maklash. Biz oldinga intilishda davom etamiz va buni yanada keng ko'lamda amalga oshirishga tayyormiz. Bizga murojaat qilish uchun quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin.